Ayollar daftarining 7-bosqichi masalasi bo'yicha ham men viloyat hokimiyatiga kirib bu holatga aniqlik kiritdim. Juda ko'p joylarda, masalan, o'zimiz Farg'ona viloyati oladigan bo'lsak, xatlov yakunlanyapti. Xatlov yakunlangandan keyin, ya'ni nechta har bir tuman shaharlarda nechtadan ayollar daftarida turuvchi fuqarolar borligi aniqlangandan keyin ularning muammosi o'rganib chiqiladi. Ularda qaysi asoslarga ko'ra ular ayollar daftarida turibdi? Ishsizlik bo'yichami, nogironligi bo'yichami, kasalmi, uyi yo'qmi, ta'minoti yo'qmi, hammasini o'rganib chiqilgandan keyin start beriladi. O'sha respublika bo'yicha xatlov yakunlangandan keyin har bitta ayollarda o'sha nimasini, kamchiliklarini bartaraf, ularga moddiy tomondan yordam berish, ish haqqi, ish bilan joylash, psixologik yoki huquqiy ijtimoiy yordam ko'rsatish, tadbirkorlik bilan shug'ullanishga qobiliyati bo'ladigan bo'lsa kreditlar ajratish, uy yo'q bo'ladigan bo'lsa subsidiya asosida uylar bilan ta'minlash, bandlik masalasi bo'yicha har qanaqa o'sha bir 6-7 ta yo'nalish bo'yicha yordamlar ko'zda tutilgan. Bu aniq bajariladi, chunki prezidentimiz tomonidan qattiq topshiriqlar berilgan, bo'yicha qonun qarorlari bor. Hamma ishlar yaxshi olib borilyapti. Yaqin o'rtada xudo xolasa buni ijrosiga kirishiladi. Har bitta yo'nalish bo'yicha tegishli yordamlar, moddiy yordam, psixologik, huquqiy yordam, kredit, ish bilan ta'minlash va hokazo masalalar bo'yicha ijrosi ta'minlanish boshlanadi. Bizni kuzatib boring, o'z huquqlaringizni tushunib borasiz.